Malaysiya Advokatlar Birligi rasmiy bayonot e'lon qilib, Malaysiya hukumatini 11 nafar Uyg'urni Xitoyga qaytarmaslikka chaqirdi. Erkin Asar radiosining bugungi xabarda bildirilishicha, mazkur bayonot Malaysiya Advokatlar Birligining raisi George Vargus tarafidan e'lon qilingan bo'lib, u Malaysiya hukumatini xalqaro qonunlarga amal qilib, 11 nafar Uyg'urni Xitoyga qaytarishdan darhol voz kechishga chaqirgan. Bayonotda mundaq deyilgan: Malaysiya hukumati 2011-yili avgustda Malaysiyaga qochib kelgandan keyin BDTning panohlanuvchilar ishxonasiga murojaat qilib bo'lgan Uyg'ur musofirlarni Xitoyga qaytarib o'tgan edi. Shu chaqda qaytarib etilgan 11 Uyg'urning oqibatining nima bo'lganligi hozirgacha aniq emas. Biz Advokatlar Birligi Malaysiya hukumatini o'xshash voqeani qayta takrorlamaslikka chaqiramiz. Malaysiya hukumati kelgan davlatiga qaytargan taqdirda ig'ir falokatga uchraydigan bu kishilar oldidagi qonuniy va insoniy majburiyatini ko'rmaslikka salmasligi kerak. O'tgan yili 11-oyda Tailandning Malaysiya chegarasiga yaqin bir musofirlar lageridan qochib ketgan Uyg'urlardan 11 kishi o'tgan oyning oxirlari Malaysiya amonlik kuchlarining qo'liga tushib qolgan edi. Reuters agentligi eng dastlab Xitoy hukumatining bu 11 nafar Uyg'urni qaytarib berishini talab qilayotganligini oshkorlagandan keyin Amerika Davlat ishlari ministrligi va xalqaro kishilik huquqni ko'zitish tashkiloti qatorliq organlar Malayziyani Xitoyning talabiga ko'nmaslikka chaqirdi. Malayziya hukumati Xitoy bilan Malayziya ikki davlat orasida jinoyatchilarni o'tkazib berishga oid kelishimning borligini ilgari surib, bu 11 nafar Uyg'urni qaytaradiganligini bildirgan edi. Malayziya Advokatlar Birligi o'z bayonotida Malayziya hukumatini yuqorqi bu kelishimning keyniga yushirinib olmaslikka chaqirgan. Ular Uyg'urlarning masalasi siyosiy masala va etnik masala bo'lganlikdan yuqorqi bu kelishim Uyg'urlarni Xitoyga qaytarib berishga qonuniy asos bo'la olmaydi degan. Xitoy bilan urush qilishga tayyor turishimiz kerak. Amerikaning Avstraliyada bosh elchilik vazifasiga nomzod ko'rsatilgan dengiz armiya generali Harry Harris Xitoyning harbiy nuqtadan borgan siri kuchayotganligini eskartib, davlatining urushga tayyorlanishi kerakligini aytdi. Türkiye Ovozi Radyosu'nun xabarda bildirilishicha, Amerika dengiz armiya generali Harry Harris Amerika Kongressida so'z qilganda Xitoy hukumatining maqsadining Janubiy dengizda hokimiyatini tiklash ekanligini ilgari surdi. U Xitoyning maqsadi xrustaldek nihoyatda aniq. Buni ko'rmasga selib o'zimizni xatarga ittiryapmiz. Xitoyning xalqaro qonunlarga tayindigan dunyo tartibiga o'ri qo'llashga urindiganligidan andisha his qilaman dedi. General Harry Harris Xitoyning harbiy nuqtadan kuchayishining pat yaqinda Amerikaga har sohada hayva qila oladigan nuqtaga yetishi mumkinligini qayd qildi. U mundaq dedi: bir urushning oldini olishga tirishayotganda yana bir tarafdan urush uchun plan tuzish va iqtisodiy manba tayyorlashni muhim deb o'ylayman. Shundaq bir kunda urushni davom qila oladigan bo'lish nihoyatda muhim. Undaq bo'lmaganda qog'oz yo'lbos bo'lib qolasiz. Ishning Xitoy bilan urush qilish nuqtasiga bormasligini umid qilaman. Biroq u ehtimolga qarshi tayyor bo'lishimiz kerak. Türkiye bilan Amerika kelishdi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhur Raisi Recep Tayyip Erdoğan davlat ishlari ziyoratida bo'lish uchun tunugun kechda Turkiyaga kelgan Amerika tashqi ishlar ministri Rex Tillerson bilan ko'rishdi. U da 3 soatdan ortiqroq davomlashgan uchrashishda Turkiya-Amerika munosabatlari, Suriya, Iroq va O'rta Sharq rayonidagi o'zgarishlar va terrorizmga qarshi kurash qatorliq masalalar muzokara qilindi. Tashqi ishlar ministri Mavlud Çavuşoğlu qatnashgan uchrashishda Turkiyaning bu masalalardagi sezgurligi va Amerikadan nimalarni kutadiganligi Rex Tillersonga ochiq oshkora holda bildirildi. Oqshomqi uchrashishdan keyin bugun tashqi ishlar ministri Mavlud Çavuşoğlu Rex Tillerson bilan ayrim ko'rishdi. Çavuşoğlu Amerika tashqi ishlar ministri Rex Tillerson bilan Amerika-Turkiya munosabatlarini asliga keltirish masalasida kelishganliklarini bildirdi. Ikki minister ayrim ko'rishgandan keyin qo'shma axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazdi. Çavuşoğlu Amerika bilan munosabatlarimizni asliga keltirish masalasida kelishdik dedi. Amerika-Turkiya munosabatlarining halqiliq payti turayotganligini aytgan ministr Çavuşoğlu Tillersonning Turkiya ziyoratining muhim va foydali ekanligini eskartib mundaq dedi: biz faqat munosabatlarimiz ustida emas, rayonlik masalalarga tutgan pozitsiyalarimiz ustida to'xtaldik. Har ikki tarafning bir-biridan kutadiganlari va talablari farqli. Tunugun kechda Cumhur Raisimiz Tillerson qabul qilganda maydonimiz va qarorimizni aniq bildirib, munosabatlarimizni tuzish uchun muhim qadamlarni tashildik. Biz oldi bilan Fathullah terrorlik tashkilotiga va Amerikaning bo'lgunchi terrorlik tashkiloti PKKning Suriyadagi gumashtisi YPGni qo'llashiga qanday qaraydiganligimizni ochiq o'tirg'a qo'ydik.
berilgan va'dalarning o'rindalishi va amaliy qadamlar tashlanishi uchun nimalarni qila oladiganligimiz to'g'risida kengashdik. Şimdi Münbiç %95 Arap şehri ise YPG unsurlarının burayı yönetmesi ya da güvenliğini tesis etmesi buranın hiçbir zaman istikrara kavuşmaması demektir. Dolayısıyla tüm Münbiç ve diğer şehirleri istikrara kavuşturabilmek için bu anlayışla birlikte çalışacağız, koordine edeceğiz ve bundan emin olacağız. Sadece Münbiç için geçerli değil ama önce Münbiç'ten başlayacağız. YPG buradan çıktıktan sonra biz güvene dayalı, güven oluştuktan sonra ABD ile bu konularda adım atabiliriz. Ama önce YPG'nin tabii buradan bir an önce çıkması lazım. Bu her şeyden önce ABD'nin bize vermiş olduğu bir söz ve bu sözün nasıl tutulacağını uygulamada da bu çalışmamız için de ele alacağız. Teşekkür ederim. Amerika Tashqi ishlar ministri Tillerson Türkiye-Amerika munosabatlari izchil va strategikdir dedi va so'zini davomlashtirib, Çavuşoğlu bilan har ikki tarafning andishalarini tafsiliy paranglashdik. Türkiye-Amerika munosabatlari nuqul manfaatga tayangan emas. Türkiye Shimoliy Atlantik Akti Tashkiloti NATOning koni a'zolaridan bo'lib, biz Afg'oniston va Koreya qatorliq nurg'un joyda birlikda harakat qildik dedi. Amerika Malaysiyani 11 Uyg'urni qo'g'dab qilishga chaqirdi. Türkiye Ovoz Radiosi xabarida bildirilishicha, Amerika hukumati Malaysiya doiralarini nazorat ostidagi 11 Uyg'urni vaqtliq bo'lsa-mu qo'g'dab qilishga chaqirdi. Amerika hukumati yana bu Uyg'urlar Xitoyga qaytarilgan taqdirda qiyin qistoqqa duchor bo'lganligini bildirdi. Amerika Tashqi ishlar ministrligining Sharqiy Osiyo bayonotchisi Michael Kave Malaysiya hukumatidan irodasidan xoli holda Xitoyga qaytarilgan taqdirda qiyin qistoq va zulmga duch keladigan bu 11 Uyg'urni vaqtliq bo'lsa-mu qo'g'dab qilishni talab qilish bilan birga Malaysiya doiralarini bu Uyg'urlarning boshqa davlatlarga ketishi uchun Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Musofirlar Oliy komissarligi bilan aloqa o'rnatishiga ruxsat qilishga chaqirdi. Malaysiya muavin bosh ministri Ahmad Zohid Hamid o'tgan hafta Xitoy doiralarining 11 Uyg'urni qaytarib berishni talab qilganligini bildirgan edi. Qozog'iston Xitoyga rasmiy nota topshirdi. Qozog'iston Tashqi ishlar ministrligi Sharq Turkistondagi qozoqlarning og'ir zulmga uchrayotganligiga aloqador Xitoyga diplomatik nota topshirdi. Xitoy ishg'oli ostidagi Sharq Turkistondagi og'ir bostirishlarda eng ko'p zulmga uchrab kelayotgan Uyg'ur xalqining beshiga kelgan og'ir zulmning u yerda yashayotgan qozoq xalqining ustiga yig'iyotganligiga doir dokladlar dalillangandan keyin Qozog'iston Tashqi ishlar ministri Kayrat Abdurahmonov bu vaziyatni oydinlashtirish uchun Qozog'iston Tashqi ishlar ministrligining Xitoyga diplomatik nota topshirganligini e'lon qildi. Ilgari qozoq axborotlarda Sharq Turkistondagi qozoq turklarining Uyg'urlar bilan birlikda tutqun qilinayotganligi va tutqun qilinganlar orasida Qozog'iston fuqaroligiga o'tib bo'lgan qozoqlarning bor ekanligi yer olgan edi. Amdilikda Xitoyning jazo lagerlarida tutqun ostida turayotgan Qozog'iston fuqarolarining oilalari o'z yaqinlarining hech qanday gunohsiz holda tutqun qilinganligini bildirib, Qozog'iston hukumatidan yordam talab qilmoqda. Bu haqda muxbirlarning savollariga javob bergan Kayrat Abdurahmonov bu masalani kontrol ostida tutyapmiz. Tutqun qilingan vatandoshlarimizning yaqinlari bizga kerakli ma'lumotlarni berdi. U ma'lumotlarni aniqlagandan keyin Xitoyga rasmiy shaklda diplomatik nota topshirdik. Tafsiliy ma'lumotni olgandan keyin xalqimizga butun tafsiloti bilan bildiramiz dedi. Qozog'istonga qaytgan qozoqlarmi besim ostida. Sharq Turkistonlik qozoq qarindoshlarimizdan nurg'unlari Qozog'iston mustaqil bo'lgandan keyin Qozog'iston fuqaroligiga o'tgan edi. Amdilikda ashu qozoqlarning beshiga qora bulutlar cho'kmoqda. Har xil tijoriy va sayohat ishlari bilan Qozog'istondan Sharq Turkistonga kirgan qozoqlarning Uyg'urlarga o'xshashla har xil ig'ir besimga uchraganligiga aloqador xabarlar ijtimoiy uchur vositalarida ko'payishga boshladi. Bu ahvollarni tunji kun tartibga elib kelganlar orasida Qozog'iston millat vakili Nurlan Kelishbayev bor bo'lib, u bu masalani jiddiy shaklda tekshirish kerakligini bildirib, Qozog'iston parlamentida so'z qilgan edi. Yana bir tarafdan bu masala o'tgan yil 5-oyda Germaniyada ochilgan Dunyo qozoqlar qurultayida kun tartibga kelgan bo'lib, Germaniyada faoliyat olib berayotgan qozoq faoliyatchi Omirxon Oltin yig'inga qatnashgan Qozog'iston Jumhur raisi Nursulton Nazarboyevdan Xitoy doiralarining o'z qonuniy va xalqaro qonunlarga xilof holda Uyg'urlar bilan qozoq xalqiga ijro qilayotgan bostirishlarni tilga olib, bu qiyin ahvoldagi qondoshlariga ega chiqishi kerakligini va buning eng muhim ish ekanligini bildirgan edi. Nazarboyevmi bu masalani tekshiradiganligini bildirgan edi
Vatanimizdagi qozoq qarindoshlarimiz ko'pincha Eli Qozoq avtonom oblastidan boshqa Altay va Tarbag'atay rayonlari Urumchining tog'liq rayonlarida ko'proq yashaydi. 2000-yildagi Xitoy nüfus tekshirishida vatanimizda 1.250.000 qozoq qarindoshlarimizning yashaydiganligi e'lon qilingan edi. Diplomatiyada not topshirish bir davlatning tashqi siyosati boshqa bir davlatga siyosiy krizislar, hamkorlik takliflari, kelishim takliflari, ma'lumot talab qilish qatorliq masalalarda yozilgan rasmiy maktublardir.